Qorovul bozordagi ochiq maydonlarda chigit unib chiqdi. Ta'bir joiz bo'lsa, tumanda fermerlar tomonidan paxtachilik va g'allachilik tarmoqlarini rivojlantirish bilan bir qatorda dala chetlaridan ham samarali foydalanilmoqda. Navbatdagi lavhamizda bu borada ish olib borayotgan fidoyi fermerlar faoliyati haqida so'z yuritiladi. Qorovul bozorda qishloq xo'jaligi tizimida amaliyotda qo'llanilayotgan yangi innovatsiyalar yil sayin o'z samarasini ko'rsatmoqda. Mana masalan, hozirgi kecha kunduzda ertangi paxta yetishtirish uchun ekilayotgan xorij navlari ayrim hududlarda bir tekis unib chiqayapti. Bu sifatli paxta hosilining nishonasidir albatta. Mavzuga aniq misollar asosida yondashganda tumandagi Rahimbobo fermer xo'jaligida murg'ak g'o'za nihollari tobora ko'kka bo'y cho'zmoqda. Biz katta maydonlarni mashina terimiga yil sayin moslashtirib boryapmiz, deydi yer egasi Qurbon Qozoqov biz bilan suhbat chog'ida. Ha, davr talabi ham shu. Yana bir e'tibor tortadigan jihat shundan iboratki, fermer tomonidan dala chetlaridan ham samarali foydalanilmoqda. Maqsad ham to'kinlik ham bandlikka keng yo'l ochishdan iborat. Tuman fermerlar kengashi vakillari tomonidan esa har bir fermerning dala chetlaridan foydalanishi yuzasidan monitoring olib borilyapti. Chunki davlatimiz rahbari tomonidan 2024-yil 30-dekabrda qabul qilingan qishloq xo'jaligi maydonlarida qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bu borada muhim qadam bo'ldi. Bu 7-marta ekilgan paxtamiz. Buni 100% bexato 100% unib chiqdi. 2 ish kuniga kultasaga tushamiz. 200 kilo amafos, 100 kilo kaliy ekilgan. O'tgan yili 57 navdan ekdik. 60-62 sentner hosil oldik o'tgan yili. Joriy yilda Qorovul bozorda g'allachilikda ham ulkan xirmonlar poydevori mustahkamdir. Xullas tumanda agrar tizimdagi islohotlar har bir fermer ongida ulkan o'zgarishni yasamoqda. Bu esa soha istiqboliga xizmat qilishi shubhasiz.